Salom hurmatli obunachilar. Menga ko'pchilik aytadi, iPhone telefonlarni ishlatish qiyin, Android esa oson deb. Lekin aslida unday emas. Agarda siz iPhone'dan yangi foydalanishni boshlagan bo'lsangiz yoki iPhone sotib olib ishlatishni reja qilib yurgan bo'lsangiz, unda bu darsliklar aynan siz uchun. Demak, bu birinchi dars. Qani boshladik. Demak, hozir birinchi bo'lib punkt управленияni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu mana shu hozir ko'rib turgan joyingiz punkt управления deb ataladi. Xo'p, buni настройка qilish uchun birinchi настройкаga kiramiz va bu yerda mana punkt управления bor. Kiramiz. Keyin yuqorida ko'rsatib qo'yganlari bular hozirda ishlayotgan, ya'ni mana bu joyda mavjud bo'lgan punktlar hisoblanadi. Pastdagilari esa biz qo'shishimiz mumkin bo'lgan punktlar hisoblanadi. Demak, hozir menda fonarik, zapis ekran va diktafon shunga o'xshash narsalar qo'shilgan. Bu yerga o'zingiz nima qo'shishingiz mumkin? Qo'shimcha, masalan, kamerani qo'shish uchun mana bu yerda kameraning plus tarafiga bosamiz. Mana kamera mana yuqoriga o'tib qoldi. Demak, endi yuqoridan tushirib qarasak, mana kamera paydo bo'ldi. Xo'p. Shunaqa qilib bu yerdan boshlasangiz bo'ladi. Agarda bu yerda nimada sizga lishnilik qilayotgan bo'lsa, xuddi shu joydan masalan kamerani olib tashlash kerak bo'lsa, minusga bosamiz, mana udalit. Mana kamerani olib tashladik va kamera bu pastki tarafga tushib qoladi, ya'ni skrytый joyga tushib qoladi. Mana shunaqa tarzda bu joyni ishlatsak bo'ladi. Unaqa qiyin narsa emas. Keyingisi bizda рабочий stolda, ya'ni ekranda ko'rinayotgan обойni o'zgartirishni o'rganamiz. Buning uchun настройкаga kirasiz va bu joydan endi mana bu yerda обой degan joyi bor, o'shanga kirasiz. Kirganda yuqorida ko'rsatib qo'yibdi vibrat новый обой. Mana. Tak, pastda har xil o'zimizni nimalarimiz bo'ladi. Galereyada saqlangan rasmlar, shularni qo'ysak ham bo'ladi yoki bu yerda dinamika, statika va animatsiya degan bo'limlari bor. Masalan, statikaga kirsak, mana statikada o'zining original ob'oylari joylashgan bo'ladi. Tak, animatsiyaga kirsak, mana animatsiya. Mana ustiga bosib tursangiz, mana animatsiya beradi. Xo'p, o'zingiz xohlagan bir turini qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, men hozir mana shuni qo'yaman. Tak, установитga bosasiz. Установитda mana tanlash kerak. Ekran blokirovka yoki домой. Qaysi biriga, masalan. Xo'p, men hozir domoyga tanlayman. Mana qo'ydi. Chiqib ketamiz. Ko'rayotganingizdek, mana domoyda paydo bo'ldi. Xuddi shu tarzda yana boshqalarni ham tanlasangiz bo'ladi. Xo'p. Endi keyingisi bizda widjetlarni qo'shishni o'rganib chiqamiz. Widjetlar mana shu narsalar widjet deb ataladi. Buni narsani o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Androidlarda ham mavjud. Buni qo'shish uchun ekranga bosib turamiz. Mana yuqorida chap tarafda plus belgisi chiqadi. O'shanga bosasiz. Keyin mana hozir bular o'zining widjetlari hisoblanadi mana telefondagi. Tak. Pastga tushsangiz, applicationlarning widjetlari bor. Tak, masalan, qaysi birini ko'ramiz? Lightroom ustiga bossak, mana widjetlarning ko'rinishlari kelib chiqadi bizda. Mana har xili bor. Qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shanga tanlab bosasiz. Tamom. Xo'p, keyin Google Chrome'niki bor mana. Google Chrome'da mana Dino bor, o'yin. Masalan, o'shani ustiga bitta bosasiz. Tak, добавить widjetga bosamiz. Va mana ustiga bosib turib qayerga joylashtirishni o'zingiz tanlaysiz. Tak, keyin готов. Mana. Endi kirib buni o'ynab ko'ramiz mana.
to'g'lasak bo'ladi. Klaviaturalarga o'zimiz xohlagan tillarni qo'shsak yoki olib tashlasak bo'ladi. Ular juda ham oddiy shriftlar. Shriftlar hozir bizga kerak. Bu masalan siz kunduz kuni ko'chada yurgan paytingizda quyoshning yorug'i tufayli ekranni ko'ra olmasligingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ko'rish darajasi pasayadi. Agar siz avto yarqisini yoqib qo'ysangiz, kunduz kuni quyosh nuri ta'sirida ekran avtomatik tarzda yarqisini oshiradi. Ya'ni bemalol quyosh tushib turgan paytda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kechqurun esa masalan qorong'u xonaga kirib yotgan paytingiz ekran xonaning qorong'uligini o'chiradi, o'zi datchiklar va ekranning yarqisini avtomatik pasaytirib tashlaydi. Minimal ko'rinishga tushirib tashlaydi. Agar buni o'chirib qo'ysangiz, o'zingiz barchasini rushnoy boshqarishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, avto yarqisini yoqib qo'yamiz. Xo'p, yana bu joyda nimalari bor? Xo'p, shriftlar, masalan, buni ham qisqacha aytib o'taman. Jирный shrift masalan yoqib qo'yasiz. Shriftlarni qalinlashtiradi va обычный ko'rinishga keltiradi. Tak, увеличение tekstga kirmagan ma'qul. Bu nima qilib beradi? O'zgartirib tashlaydi. Tak, mana bu yerda etiketki degan joy bor. Masalan, mana shuni yoqib qo'ysangiz, mana bu o'chirish va yoqish tugmalaringizda mana shunaqangi ko'rinishlar paydo bo'ladi. Mana o'chirib qo'ysangiz oddiy, agar buni yoqib qo'ysangiz mana tumaloq va uzunchoq nimalar paydo bo'ladi ko'rinish. Bu ham interfeysning bir nimasi, qulay taraflardan biri.
bu qo'shimcha yarqisini pasaytiradigan funksiyasi, masalan, точка белого. Masalan, siz hozir yarqisini pasaytirib qo'ysangiz, maksimalniy tarzda pasaytirsangiz, keyin точка беловani yoqsangiz, mana 100% da shunaqa turadi. Buni 25 ga tushirsangiz yorug'lashadi. 100 ga tortsangiz, undan ham qorong'ulashib, umuman ozgina ko'rinishni beradi yarqis. Demak, sizga hozirgi aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarim shundan iborat edi. Keyingi darslarni ham kutib qoling. Keyingi darsliklarda приложенияларni ustontlik qilish va ularni ishlatishlarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bizda iPhone telefonlariga aynan zarur bo'lgan приложенияларni ko'rib chiqamiz. Kanalga podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib qo'ying, like bosing. Agar fikringiz yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.